Agar bir nechta davlatga borish Shengen to'xtab tur. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Shengen vizasi bo'yicha savol javob o'tkazamiz. Shengen vizasi nechta davlatga amal qiladi? A javobimizda 18 ta, B javobimizda 16 ta, C javobimizda 27 ta, D javobimizda 29 ta. To'g'ri javob D javobimizda 29 ta. Shengen vizalari qaysi maqsadlar uchun beriladi? A javobimiz toza pasport egalariga. B javobimiz turizm va biznes qisqa safarlarga. C javobimiz fuqaroligini olish uchun. D javobimiz harbiy xizmat. To'g'ri javob B javob. Bir nechta Shengen davlatiga boriladigan bo'lsa, qaysi biriga hujjat topshiriladi? A javobimizda birinchi kiradigan davlatga hujjat topshiriladi. B javobimizda oxirgi kiradigan davlatga hujjat topshiriladi. C javobimizda eng uzoq qoladigan davlatga hujjat topshiriladi va D javobimizda hammasiga topshirilsa bo'ladi. To'g'ri javob C javobimizda eng uzoq qoladigan davlatga viza topshiriladi. Shengen vizasi bilan necha kun qolish mumkin? A javobimizda 30 kun, B javobimizda 60 kun, C javobimizda 90 kun va D javobimizda 190 kun. To'g'ri javob C javobimiz.